Barchaga salom demak do'stlar, ushbu videoyimizda yana bir avtomatik reklamalarni ko'rib pul ishlash mumkin bo'lgan Google Extension ya'niki расширенияsi haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, oldingi videoyimizda SurfyBee sayt haqida gaplashib o'tgandik. Bu ham avtomatik tarzda o'zi passiv holatda pul ishlab borar edi. Va bugungi videoyimizda Addon Money degani bor. Bu ham xuddi shunday o'zi passiv holatda pul ishlab boradi. Buning uchun biz mana yuqorida registratsiya hamda vxod tugmalari bor. Biz birinchi navbatda registratsiya degan tugmani bosib ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Buning uchun Google belgisini bosamiz va bizga gmaillarimiz ro'yxati kelib chiqadi. O'zimizni gmailimizni tanlaymiz. Продолжить tugmasini bosamiz. Va ko'rib turganimizdek biz ushbu platformada ro'yxatdan o'tib bo'ldik, hisobimizga kirib oldik va endi biz pul ishlashimiz uchun nima qilishimiz kerak? Buni ham расширениясini o'rnatib qo'yishimiz kerak. Mana bu joyda установить расширение degan joy bor. Ushbu joyga bosamiz. Va mana bu ochiladi. OK tugmasi hamda установить degan tugmani bosamiz. Yana bir marta установить расширение degan tugmani bosamiz. Va bizga ushbu расширенияmiz o'rnatildi. Buni ham qadab qo'yamiz bu joyga chiqarib. Hozir mana off bo'lib turibdi. Biz yuqorida mana galchkani bosadigan bo'lsak, bu ishga tushadi. Qanday qilib ishga tushdi? Mana e'tibor bersanglar, Google'imizda mana alohida bitta Addon Money degan bitta Google oyna ochilgan. O'zi mana shu joyda passiv holatda avtomatik tarzda reklamalar paydo bo'ladi, reklamalar o'zgarib, xullas bu sizga xalaqit bermaydi. Buni mana bunday qilib pastga tushirib qo'yasiz. Sizga ko'rinmaydi ham. Siz shunchaki Google'da boshqa bir ishlaringizni qilishingiz mumkin bo'ladi. SurfyBee saytiga keladigan bo'lsak, buni ham mana kepchani yechib qo'yamiz hozir. Bu ikkala расширенияларimiz biz uchun umuman xalaqit qilmaydi. Ya'niki, hozir mana ko'rsatib o'taman. Готов tugmasini bosamiz, kepcha yechildi. Bo'ldi, buni yopib qo'ysak ham bo'ladi. SurfyBee saytidagi reklama mana bu oynamizni pastidan burchakda paydo bo'ladi. Sizga deyarli xalaqit bermaydi. Agar pastda xalaqit beradigan bo'lsa, siz uni yon tomonga yoki yuqoriga qilib o'tkazib qo'ysangiz ham bo'ladi. Va Addon Moneyda ham reklamasi sizga xalaqit bermaydi, chunki ko'rib turganimizdek, ikkinchi oyna ochilgan holatda ishlaydi, sizga ko'rinmaydi. Va bu ishlagani bizga mana bu balansimizda pointlarni yig'ib boradi. Mana bizda hozir 0 point bo'lib turibdi. Mana shu joyda pointlarimiz ishlanadi va biz limit va sutki degani pul chiqarish limiti. Kuniga 5000 point chiqarishimiz mumkin. Va bu pointlarimiz qancha pulga teng bo'lishini hozir birgalikda ko'ramiz. Mana bu joyda yozib qo'ygan. 100 pointimiz 1 sentga teng. Ya'niki 1000 pointimiz 10 sentga teng bo'ladi. 5000 pointimiz esa 50 sentga teng bo'ladi. Xo'p, mana bu joyda vazifalar ham bor. Siz ushbu vazifalarni bajarish orqali ham ishlasangiz bo'ladi. Va endilikda biz pulimizni chiqarish haqida gaplashib o'tamiz. Yuqorida mana выплаты degan joyda biz pul chiqarilgan istoriyasini ko'rishimiz mumkin. Zadaniya bo'limida yuqorida mana zadaniya bo'limida vazifalarni bajarishimiz mumkin. Va konkurs degani bor ekan. Ushbu joyda qanday konkurs? Demak, лучший refer вот месяц yozib qo'ygan, ya'niki referallardan keladigan pointlar hisobiga yuqori o'rinlarni egallaganlar uchun mana ko'rib turganimizdek, birinchi o'ringa $15000 pul bermoqda ekan. Xo'p, bu konkursimiz allaqachon tugagan ekan. Ya'niki 2022-yil bo'lib o'tgan ekan. Shundan buyon hali bo'lmagan. Xo'p, mana bu joyda kimda qancha referali bor, kim qancha yutuqqa ega bo'lgani ko'rsatib qo'yilgan. Demak, kabinetimizga o'tib olamiz. Расширение o'rnatib bo'lganmiz va mana bu joyda pul chiqarish usullari bor. Payer hamyon oldin ishlardi. Hozirda Payer yopilib ketgan, shuning uchun bunga chiqarish mana o'zi ham недоступен bo'lib qolgan. Xo'p, kapitalist degani bu to'g'risi nimaligini bilmadim, qanaqadir hamyon bo'lishi mumkin. Undan keyingisi web money. Demak, web moneyga biz minimum 10000 point bo'lsa chiqarishimiz mumkin ekan. Xo'p, mobilniy. Demak, telefonga ham chiqarish mumkin, lekin hozircha bu ham недоступен ekan. Xullas, biz faqatgina web moneyga pulimizni chiqarib olishimiz mumkin ekan. Web moneydan keyinchalik o'zimizning boshqa hamyonlarga ham o'tkazib olishimiz mumkin bo'ladi. Web money ochish qiyin emas, shunchaki telefonda web money deb
Play Marketdan yuklab olib o'rnatib olsangiz bo'ladi. Shu bilan bizda level sistemasi ham bor ekan. Xo'p, unda uni ustiga bosadigan bo'lsak, ushbu joyda yozib qo'yilgan. Xullas, bu level ko'tariladigan bo'lsa ham bizga qandaydir miqdorda qo'shimcha bonus qo'shib, hisobimizga ko'proq pullar qo'shib boriladi. Demak, bu videomiz aynan shu haqida edi. Unchalik katta sayt emas, bunaqangi ko'p tushuntiradigan joylari ham yo'q. Shunchaki buni o'rnatib qo'yasiz, o'zi passiv holatda pointlarni yig'ib boradi va qachonki bizda yetarlicha point yig'iladigan bo'lsa, buni chiqarib olsak bo'ladi. Buni shunchaki kompyuteringizga o'rnatib qo'yasiz. Agar boshqa bir ishxonangizda kompyuter bo'lsa, unga ham o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Bu sizga hech qanday xalaqit bermaydi. Shunchaki o'zi orqa fonda sekin pullarni, ya'niki pointlarni ishlab beradi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu saytlarimizdan pul chiqarish to'g'risida ham alohida baribir videolar chiqaraman. Surfy sayti ham, Addon Moneyni ham bitta qilib, hammasidan pul chiqarishni bitta video qilib keyinchalik ko'rsatib beraman. Xo'p, albatta videoga bitta like bosib qo'ying va kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.